Hurmatli obunachilar, mendan so'radilaringiz, uyda hobbingiz nima deb so'raganlar uchun meni uyda hobbim mana shunaqa rosa chiroyli gullar o'stirish. Bu gulamchi hammaning uyida gullayvermaydi. Yuragi toza, qalbi toza, insonning uyidagina mehnatkash, insonning uyidagina aya. Ha? Kim mehnatkash? Sen mehnat qilib qo'ysinmi? Men mehnat qilib o'zim o'stirgan bo'lsam. Kimda aldab yotsan sen? Aya, xud Kimni qulog'iga munosib? Hammaning o'rtasida sen o'zi ish buyursa, tuanlikdan kelmaysan. Hurmatli do'stlar, qarang mana shu pishakchani o'zini borku 600 dollarga oldim. Ko'ryapsizlar, mana qanday chiroyli bu. O'zi gapiradi desam ishonasizmi? Mas kichkinada. Ha, aya. Ma pishagingni yo'q qatnariqqa 600 dollar deysan. Yo'q, o'tir senga zo'r gap bor. Aya, qara, shu obunachilaringga bitib reklama qilik. Men oyog'imda bitta tapchika olik. Bitasan. Bu bechora deysan, yetim yesir, boquvchisi yo'q deb turib, meni ana plastigimda raqamini qo'y. Aya, nima aytasiz? Men qara, ayam demaysan-da, meni kim taniyapti? Qo'ya ber. Zato bir qism pul yig'ardik-da, qizim, blogersan-ku, seni hamma taniydi-ku. Ozgina bitib bechorani yasab bersang, bo'ldi, hamma senga bor-ku, ichi achigandan ham pul beradi. Aya, sizni ayamligingizni biladi-ku. Aytmaysan-da, ayam demaysan-da, tavba qilsam, Aya, yutasiz. Nima qaytay bo'lmasam? Qo'yib bersang o'lib qolmaysan-ku, hammanikini qo'yib jatsan-ku. Bitta oyog'imga hech bo'lmasa papchika olib olay.